sizga qarab paq etib otib o'ldirib turib, pulinglarni o'g'irlab ketsam bo'ladimi? Hech qaysi biringlar tushunmaysizlar. Mana nechi pul? 200 ming so'm. Ismi nima buni? Misha. Bu Alisa-ku. Bivshi qizim bo'lardi. Men sotib ketdi. Ismi Alisa edi. Familiyasi Ramyongir. Iloji bormi? Men shu uyga kelganimda yugurib kelib quchoqlab turib, "Seni sevaman" deya oladimi bu? Shunaqasi ham bor. Qimmatroq. Qancha u? 1 million. Bo'lmabsizlar, 1 millionga men qotib olaman u. Mana ismi nima edi? Bu ham Misha. Ha, O'g'li bu. bu yerda hammasi Misha. Ha, Bitta siz bilan meni ismim boshqa, qolgan hamma narsa Misha. Siz to'g'risini aytsam, uydan 5 ming so'm pul bilan Roltingga chiqqan bo'laman-da. Chosmi? O'shanga iloji bo'lsa 5 mingga nimalar bor? O'ynab yurishimga. O'yinchoq do'konmi? Voy, men Korzinka deb o'ylaman bu. O'yinchoq do'kon. Voy. Bu Tramatda, to'g'rimi? Qarang, agar men buni masalan Tramat ekan-ku, to'g'rimi? Shuni olib turib, sizga qarab paq etib otib o'ldirib turib, pulinglarni o'g'irlab ketsam bo'ladimi? Yo'q, конечно, tushuntiramsiz. Siz bilan men o'g'illikda, xo'jayinni otib ketaylik. O'tiring, o'tiring. Qarorchi qarang. Siz alla turgan vaqtimda orqasiga paq. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Kamera ekansa pax qilmasin. Telefoningizni shuna berib turing. Shuna lakas chaqirib tualetga yetib oling. Tualetda ham topolmayapman, ishonasizmi? Unaqa chiroyli qaramang. Qaysi muzikachini yaxshi ko'rasiz? Rizayeva. Shahlo Ahmedova. 1 sekundda chiqarib berdi, ko'rasizmi? Yana bunda effektlari bor-da, 8lik konsert sloy. Bitta 8lik variantini eshitib ko'ring. Ko'rdim. Ayuvchalaringiz hozir o'ynab ketsa ham hayron qolmang. Yana bunda Instagram, TikTok, Facebook bormi? Bormi? O'shanda любой videoingizni MP3 skachasi qilsangiz bo'ladi. Eng muhimi bez подписка. Buni nomi Sovet Insta Bot.